Shaytonning telefon raqami. Iltimos, bu videoni ko'rishdan oldinroq buni shunchaki hikoya yoki qanaqadir qiziqarli fakt deb qabul qiling. Agar siz sun'iy intellektdan yoki internetdan shaytonning raqami deb so'rasangiz, sizga 6 raqamni chiqarib beradi. Lekin agar siz yaxshi ko'rib yoki telefon raqamini qidirsangiz, 80% saytlar yoki sun'iy intellekt 80% bitta raqamni beradi. Ko'p kishilar aytishi bo'yicha bu telefon raqamiga telefon qilsangiz, sizni satanistlar telefoningizga ko'taradi. Agar mana shu raqamga, men hozir aytayotgan raqamga telefon qilsangiz, satanistlarning boshlig'i telefonini ko'taradi va sizga satanistlikka, ya'ni o'zini diniga da'vat qilar ekan. Bu rostmi yo'qmi bilmadim, lekin telefon raqamini Instagramda ko'rsata olmayman. Agar telefon raqam kerak bo'lsa, profil linkda Telegram kanal bor. Telegram kanalga o'tib, obuna bo'ling va o'sha yerga o'sha raqamni tashlab qo'yaman. 80% ushlaydigan raqamni. O'zingiz fikringizni kommentariyga yozib qo'ying. Bu haqiqatmi yoki shunchaki saytlar o'ylab topgan raqam? Siz nima deb o'ylaysiz? Obuna bo'ling, chunki bundan keyingi video qiziqarliroq va qo'rqinchliroq bo'lishi mumkin.